Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Qo'shko'pir tumani Amirqumdamiz. Umid Nihollari ko'chasi 161-uy. Oybek og'aning uyidamiz. Uyimiz adresini tushuntirib o'tgan bo'lsak, 38-maktabning yonida, mana gazon bor, gazonning yonida uglovoy joy. Bu uyimizda ham ko'mirdan otaplarni o'tirib berdik. Hamma materialni o'zlarimiz bilan kelib, 1 yil garantiyasi bilan chiroylatib ishlab topshirdik. Uyimiz o'xshi 12 tochka bo'ldi, 10 yera batareya qo'yildi. Birinchi batareyamiz 15 dan, bu ikkinchi batareyamiz 15 dan, kuxnyasini 15 dan 2 yere qo'yib berganmiz. Batareyalarimiz har doimgidek shu 500 lik zamonaviy dur alyumin batareyalarimiz rossiyskiy konnektlarni qo'yib 90 gradus bukib rezbalarni yonib ishlab berganmiz. Batareyalarimiz o'zi 1.7 kvadrat qizdiratib berilgan, lekin biz uylarimiz balandligi ham utublitil bo'lmagani hisobidan 1.4 kvadratdan hisoblab qo'yamiz. Kuxnyamizda 15 dan 2 yere 30 ni qo'yib berganmiz. Ben spalnimiz hem kıbla tarafı bo'lgani uchun ham podacha obratga o'tgani hisobidan 15 latib bir yere qo'ydik. 3-batareyamiz. Bir kichikroq dalanimiz hisobi berimize 17 latib bir yere qo'yib berganmiz. Keyin berimiz laminat pol ekan, steshkan tiyinda qilish uchun obratgamizni izolyatsiyalarni o'rab, oyoq tiyini mishet etmaslik uchun baza tushirib yubordik. Bu 3-batareyamiz. Bu birinchi spalnimiz, koteldan kelaverishda birinchi tochkamiz, berimize 10 ishli qo'ydik. Sababi podacha obratgamiz hammasi shu yerdan o'tgan, ham shu yerdan kirgan. Arka tarafda bunda kotelimizni joylashtirganmiz. Berimizni keyinchalik eshik etib ochib, shu tarafdan kirib chiqadigan bo'ladi. Bu 4-batareyamiz. Bir tamburimize 10 ishlatib birini qo'yib berdik. Döşüklerden ilacı varınca akurat yani döşek hareket etkenimiz. Her daim bu değil rezolarını yonup kraniklerimizi hem çıralatip ustanofka ettik. Banimize 7 lat bir yere koyduk, tamburumuza 13 lat bir yere. Spandilerimizi hemmesine 15'ten koyup verdik. Bu ahırgı spanimiz birimizden 15 latı bir yere koyduk. Berimiz zalımız hesabı berimizden şu 15 lat koyduk. Sebebi zalımıza buncha ketmese ekan, hemen berimizden hem yerinden podacha obratga turba o'tdi. Hem aytib o'tganini bu qibla tarafimiz günü bilan quyosh tushib turadi bu stenalarımıza. Hem xonamiz, zalimiz o'rtalikda joylashgan. Shuning hisobidan 15 lat koyduk. Keyin xudo qalasa az kotellarımızdan ko'rsatib o'tamiz. Berimizdan shu shavatda o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan ko'mirda ekonomishni ham sifatli kotellarimizni qo'yib berdik. Ataplinamiz 100% samotек sistema ishlab turibdi. Nasozlarni o'zi uy egasida bor ekan, nasozlarni buni tufayli to'qlardan bulamadik, samotек qizdirib topshirdi. Kraniklarni ham qo'yib, joylab taqlaganmiz. Ventilatorlari, termodatchiklarni ham qo'yib, ataplinamizni yoqib qizdirib topshirib berdik. 55 gradus tutdi, почти уже sovuyaktır. Morlarımız 127 lik oldu. 207 stenkada bo'lgan 5 metr, yerdan balandligi 6 metr bo'ldi. 32 lik, 25 lik, 20 liklarimiz hammasi 205 stenkada bo'ldi. Bu uyimizdan şu hamma materiallar daimida o'zlarimizdan bo'ldi. O'xshi 31 milyon 756 ming so'm pul chiqdi. Ustavkasini 450 ming so'mdan ishlaganmiz, tochkasini 12 tochka bo'ldi. Asa ko'rib kuzatib boraverasizlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir otaplarni o'tiramiz. Hamma materialni o'zlarimiz bilan olib borib, 1 yil garantiyasi ham servis xizmatlari bilan topshiramiz. Asa sog'lig'inglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat. Shu ko'mir otaplarni o'tiraman deb yurgan odamlar videoni tashlab qo'yib, kanalimizni rivoji uchun like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, savollarınız bo'lsa yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xudo qalasa, ertang keyingi ishimiz Shovot tumani 19da bo'ladi. Undan elde xudo qalasa Bag'atga borib, Bag'atda ish aytib qo'yganlar hammasini ko'rib, o'lchab, hisob kitob etib, avanslarni olib, 3 o'rtaga yozib qo'yamiz. Xudo qalasa, xabarlashmanglar. Bag'at tumani Qulon Qorabog'da ertang ish ko'rmakka boramiz. Hammaga rahmat.